Sizizcha qanaqa odam shu biznesni boshlasa? Qo'polroq gapirsa xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, Geografiyani yaxshi biladigan odam ochsa yaxshiroq bo'lardi. bu og'riq. Ha. Chunki hozir hamma yo o'qish, hamma yo turizm, hamma tur firma ochaman, bundoq ekan, lekin vaholanki Burj Xalifa qayerda desa, u Dubay bitta poytaxti deb o'ylashyapti-da, shu tur firmada ishlayotganlarning o'zi ham. Bo'lgan shunaqa holatlar, ishga olinglar, biz kurslarda o'qib keldik deb kelishgan. Hop, nimalarni o'rgandingiz? Ham davlatlarni o'rgandim. Antaliyani qanaqa regionlarini bilasiz? Bodrumlarni so'rayapsizda, Istanbullarini deyishgan. Ha, shundan bilib qoldinglar. Shunaqangi holatlar bo'lganki, Turkiyani poytaxti Istanbul, Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxti Dubay, Amerikani poytaxti Nyu-York bo'lib chiqqan. Yaxshi gumonga boradigan bo'lsa, u tarixiy inson bo'lsa kerak, chunki qachonlardir tarixda Nyu-York bo'lganda poytaxtda. Shunda bo'lib ketgan. Qachonlardir Istanbul ham bo'lgan. Ha, bo'lganmi? Ha, unda bu tarixiy inson lekin. Ushbu videoni to'liq qismi YouTube'da Xatolar kanalida mana bu yerda joylashgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Yoqimli parvoz tilaymiz.